ichadigan erkaklarga ham biron nima bormi? Bor albatta. Umuman ichmaydigan Ichishlikka moyilligini kamaytiradi. Asta-asta sekin chiqib ketadi shundan. Hali alkashlar deymiz o'zimiz tilda, xuddi shunaqalar. Как раз. Chegaradan o'tishinglar bilan 50 metr tushgandan keyin o'ng qo'lda Qahramon tabibni do'konini ko'rasizlar. Assalomu alaykum. Qahramon tabibning ofitsialniy do'konimi bu? Albatta shu. Hamma muxtayotgan mashhur bo'lgan Tarento giyohlari shumi? Albatta. Jigar sirrozlarini davolayotgan. Albatta o'sha jigar sirrozi, gepatit A, B, C, D bo'lsa ham davolaydi. Tribisteron va Tarento giyohlarini ichib foyda ko'rganlar bo'lsa, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Gemoroy borlargachi? Gemoroylarga ham mana Gemapro. Gemoroy bilan qiynalayotganlar bo'lsa, shunaqa tabiiy dori bor ekan. Xullas, bu yerda siz izlayotgan barcha kasalliklarni yechimini topasiz. Tabiiy giyohlardan tayyorlangan ushbu raqamlarga aloqaga chiqing yokida men ko'rsatgan manzil bilan kelib, o'zingiz xohlagan giyohlarni olib ketsangiz bo'ladi.